Assalomu alaykum hurmatli Cherry Chilonzor obunachilari. Bugun biz avtosalondagi barcha mashinalar bilan tanishib chiqamiz. Narxlarni video davomida bilib olasizlar. Tiggo Sax Pro Luxury avtomobilimizning narxi 400 million so'm. Sony audio sistemasi o'rnatilgan hamda bu mashina 7 ta o'rindiqli. Tiggo 7 Pro Luxury bu mashinamizning narxi 311 million 900 ming so'm. Bu yerda yaqinlash datchiki yoki lidar o'rnatilgan hamda cruise kontroli funksiyasi bor. Keyingi mashinamizda esa Tiggo 7 Pro Max o'z bilan boshqarish funksiyasiga ega hamda bu yerda полный привод va yana umli farlar mavjud. Tiggo 2 Pro bu mashinamizning narxi 214 million 900 ming so'm bo'ladi. Shu mashinaning narxiga sizlar LED farli mashina olasizlar hamda bu yerda luk mavjud va lobovoy oyna isitish tizimiga ega. Cherry Ariza 6 Pro Intelligence varianti bu mashinamiz 279 million 900 ming so'm turadi hamda bu mashina raqobatchiligiga ko'ra juda keng mashina deb hisoblanadi. 1.5 turbina dvigatelga ega, 360 kamerasi mavjud hamda slepoy zona datchiklari bor.